Original mexanik seriali Garaj afsonalari taqdim etadi. Tungi ko'cha svetofor, mexanik yana sizlar bilan. Top-toza Gentra o'z yo'lida xotirjam kelib to'xtadi. Birdan orqadan yirtqichdek xirillab qop-qora BMW M5 keldi. Qanaqa aravasan o'zing? Yo'ldan qoch, cho'ynak! Kibrga berilma o'gayni, asosiysi manzilga yetib borish. BMW asabiylashdi va joyida gaz bera boshladi. Svetoforda sariq chiroq yondi. Asablar tarang. Yashil, ikkalasi ham joydan uzildi. BMW chindan ham kuchli ustrozi oldinga o'tib oldi. Lekin birdaniga kutilmagan holat yuz berdi. Motor ketdi. Kibrli BMWdan qop-qora tutun chiqib ketdi. Gentra esa xotirjam uning yonidan o'tib ketyapti. Sharmanda bo'lib yo'l o'rtasida qotib qoldi. Aytmadimmi senga? Xayr, kibrli do'stim. Ko'rdingizmi? Kibr nima bilan tug'aydi? Fikringizni yozing va like bosing.